Assalomu alaykum sizlar. Demak, 2024-yil DTMda tushgan mana bu misol. Ya'ni DTM imtihonida tushgan mana bu integral. Aniq emas integralni hisoblang degan. Demak, buni topishimiz kerak. Ketdi. Birinchidan, masalani shartida aytilishi bo'yicha f'(x), ya'ni mana bu fx ning hosilasi deb shartida aytib qo'ygan. Demak, fx dan hosil olinganda f'(x) chiqqan. Bu shartda bor. Endi buni qanday topamiz? Bilasizlar, mana o'rta ko'paytiruv bo'lganda bitta funksiyani, ya'ni ko'paytuvchini d ni orqasidagi x o'rniga o'tkazishimiz mumkin. Faqat bu o'tkazishda bu o'zi o'tmaydi, har doim boshlang'ich o'tadi. Esinglarda qolsin. Demak, f'(x) da, ya'ni mana bu bitta ko'paytuvchini d ni orqasiga o'tkazishinglar mumkin. Bunda bu boshlang'ich bo'lib o'tadi. f'(x) da boshlang'ich esa fx. Chunki fx dan hosil olganda f'(x) chiqqan. Demak, f'(x) da boshlang'ichi ham aynan fx bo'ladi. Bu holatda integralimiz mana bu 2023 d, demak f'(x) boshlang'ich bo'lib x o'rniga o'tsa, f' da boshlang'ich fx bo'lar ekan o'rtoqlar. d fx bo'lib qoladi. Ildizdan chiqarib yuborsak, bilasizlar, ildizdan chiqarishga 2023 da 2024 ga bo'lish kerak, ya'ni soni darajasini ildiz darajasiga. fx da 2023 taqsim 2024-si integral albatta. d fx. Mana ko'rib turganimizdek, demak fx, bu yerda ham fx. Endi bitta belgilashni kiritib olamiz. fx da vaqtinchalikka t deb turamiz. Shunda bizda hosil bo'ladi integral ostida t ni 2023 taqsim 2024-si dt. dt degani bilasizlar, oldindagi funksiyadan t ga nisbatan boshlang'ich top degan. Demak, t ga nisbatan boshlang'ich olganda bilasizlar, boshlang'ich olayotganimizda t ni darajasiga 1 qo'shib mahrajga yozardik. Ya'ni t ni 2023 taqsim 2024-siga 1 ni qo'shib mahrajga ham shuni yozamiz. Plus s bo'ladi. Mana t ni darajasiga 1 qo'shib mahrajga ham shuni yozdik. Demak, 2024 mahraj beramiz. Keyin ikkalasini qo'shsak, t ni darajasida 4047 taqsim 2024 bo'lingan mahraj ham albatta 4047 taqsim 2024 plus s. Xo'sh. Endi qaranglar. Mana buni ildiz ko'rinishiga o'tkazadigan bo'lsak, bilasizlar 2024 tepaga chiqib ketadi. 2024 buni ildiz ko'rinishiga o'tkazsak, ildizda darajasida 2024, d darajasida esa 4047 bo'ladi o'rtoqlar. Taqsimda 4047 qolib ketadi. Plus 4047 ni maydalab olamiz. Ya'ni 2024 ko'paytiruv ildiz ostida t ni 4047-si bu t ni 2024-si ko'paytiruv t ni 2023-si deymiz. Chunki asos bir xil ko'paytirilsa daraja qo'shib shuni qaytarib beradi. 4047 plus s. Endi bilasizlar, alohida ildiz yozsak, t ni 4024-ni shuni ildizdan chiqib ketib qoladi. Shunda 2024 ko'paytiruv t ko'paytiruv 2024-darajali ildizda t ni 2023-si taqsim 4047 plus s bo'ladi o'rtoqlar. T ni o'rniga endi fx shuni qaytarib bersak, masala hal. 2024 ko'paytiruv t ni o'rniga demak fx ko'paytiruv 4024-darajali ildizda bu t ni o'rniga fx keladi. fx da 2023-si taqsim 4047 plus mana aniq emas integral hisoblanadi. Demak, birinchi o'rinda f'(x) da d ni orqasida x o'rniga boshlang'ichga o'tkazdik. f'(x) da boshlang'ichi fx mana d ni o'rniga o'tdi. Ildizdan chiqardik, 2023-2024 ga bo'ldik. fx, bu yerda fx t deb belgilash kiritdik. t 2023 taqsim 2024-si dt. Bu degani t ga nisbatan boshlang'ich degani, t ga nisbatan boshlang'ich oladigan bo'lsak, t ni darajasiga 1 qo'shib, shuni mahrajga ham yozish kerak. Plus s. Ozodsan.
Qo'shqo'shadigan bo'lsak bilasizlar, 4000 qirq taqsim 224, bu yerdan 4000 qirq taqsim 224. 224 tepaga chiqib ketadi. Buni ildiz ko'rinishida o'tkazsak, mahrajda esa ildiz darajasi, suratda esa sonni darajasi bo'ladi. Keyin 4047 mahraj qolib ketdi. 4047 ni tan 2024-inchi ko'paytirib, tan 2023-inchi qildik. Alohida ildiz yozganda tan 2024-inchi ildizdan chiqib ketadi mana. Tan 2023-inchi qolib ketadi. Tanlarning o'rniga fix qaytarib berdik. Masala hal.